Hurmatli deputatlar, biz sessiya kotibini saylab olishimiz lozim. 12-Ocaq okrugi deputati Hikmatova Mahmudova Sultonbek qizini sessiya kotibi etib saylash taklifi qilmoqda. Boshqa takliflar bormi? Yo'q. Taklif qilingan nomzodga qo'l ko'tarib ovoz berishni so'rayman. Rozilar? Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Tasdiqlandi. Deputat Hikmatova Mahmudova Sultonbek qizi sessiya kotibi etib saylandi. Sessiya kotibidan o'z ishimizni boshlaymiz so'raymiz. Hurmatli deputatlar, bugungi 7-chaqiri Xalq deputatlari Farg'ona tuman kengashining 28-sessiyasi kun tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Sessiya kun tartibiga 6 ta masala kiritilmoqda. Birinchi, Farg'ona tumanida joriy yilning 6 oyi mobaynida amalga oshirilgan ishlar hamda huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurash borasidagi faoliyati Farg'ona tumani byudjetining qo'shimcha manbalari hisobidan mablag'larni yo'naltirish to'g'risida. Uchinchi, Farg'ona tumani hokimligi huzuridagi infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasiga nomlash to'g'risida. Oltinchi, Farg'ona tumanida qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan sug'orilmaydigan boshqa toifalar tarkibidagi maydonlarni xalqdan o'tkazish natijalari to'g'risida. Taklif etilayotgan kun tartibi yuzasidan boshqa takliflar bormi? Yo'q. Kun tartibidagi masala tasdiqlansin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishni so'rayman. Rozilar? Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Kun tartibi tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, endi biz sessiya reglamentini tasdiqlab olishimiz kerak. Quyidagi sessiya reglamenti taklif qilinmoqda. Ma'ruz uchun 15 daqiqagacha, so'zga chiquvchilar va munosabat bildiruvchilarga 5 daqiqagacha, savol-javoblarga 3 daqiqagacha vaqt beriladi. Boshqa takliflar bormi? Bu holda ovozga qo'yaman. Qo'l ko'tarib ovoz berishni so'rayman. Rozilar? Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Reglament bir ovozdan tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, Farg'ona tumanida joriy yilning 6 oyi mobaynida amalga oshirilgan ishlar hamda huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurash borasidagi faoliyat yuzasidan tuman prokurorining axboroti to'g'risidagi masalani ko'rishga o'tamiz. Ushbu masala xalq deputatlari tuman kengashining korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyasining 2026 yil 30-iyuldagi yig'ilishida atroflicha muhokama qilinib, bugungi kun tartibiga kiritilgan. Masala yuzasidan axborot berish uchun Farg'ona tuman prokurori Mirsagatov Qahramon Haydarovga beriladi. Rahmat. Assalomu alaykum. Ishlar va profilaktikasi hamda jinoyatchilikka qarshi kurash borasida faoliyat yuzasidan axborot taqdim etsam. Tuman prokuraturasi tomonidan joriy yilning 6 oyida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tashabbuslari bilan amalga oshirilayotgan islohotlarni ro'yobga chiqarish, barcha sohalarda qonunni qat'iy mustahkamlash, shaharda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash, prokuratura organi samaradorligini yanada oshirish yo'lida muayyan ishlar amalga oshirildi. Xususan, tuman prokuraturasi tomonidan joriy yilning 6 oyida jami 121 ta tekshirishlar o'tkazildi. Mazkur tekshirishlarda 1522 ta qonun buzilish holatlari aniqlanib, 85 ta protest, 49 ta qonunga zid hujjatlarni bekor qilish va 27 tasini o'zgartirish ta'minlandi. Shuningdek, qonun buzilishning sabablarini sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni bartaraf qilish to'g'risida mutasaddi tashkilotlarga 88 ta farmonnomalar kiritildi, 223 ta qarorlar qabul qilindi. Qonun buzilishiga yo'l qo'ymaslik xususida 173 ta ogohlantiruv qo'llanildi. Prokurorlik farmonnomasiga asosan 86 ta shaxs intizomiy, 79 ta shaxs ma'muriy javobgarlikka tortildi. Jamiyat va davlat fuqarolarning manfaatlarini fuqarolik sudlariga 9 ta 89 million so'mga, sudlariga 16 ta 71 million so'm
da'vo arizalar kiritildi. Tekshirishlarda aniqlangan qo'pol qonunbuzarlik holatlari yuzasidan 74 ta jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Tuman prokuraturasining 6 oylik faoliyati davomida 1060 nafar fuqarolarni hamda 41 ta yuridik shaxslarni buzilgan huquqlar tiklandi. Jami 574 ta prokuror nazorat hujjatlari amalda qo'llanishi ta'minlandi. Yuqoridagi ma'lumotlarni sohalar kesimida tahlil qilsak, sodiq qonunchilik ijrosi ustidan nazorat yo'nalishida 26 ta tekshirishlar o'tkazildi, 276 qonun buzilishlar aniqlandi. Tekshirishda 11 ta protest, 17 ta taqdimnoma, 5 ta ogohlantiruv, sudlarga 14 ta da'vo arizalari kiritilishi ta'minlandi. Ijtimoiy qonunchilik ijrosidan nazorat yo'nalishida 20 ta tekshirishlar o'tkazildi, 422 ta qonun buzilish holatlari aniqlandi, 21 ta protest, 34 ta taqdimnoma, 10 ta ogohlantiruv e'lon qilindi, 1 ta jinoiy ish qo'zg'atildi. Shu kabi qishloq xo'jaligi sohasida qonunchilik ijrosidan nazorat yo'nalishi 19 ta tekshirish, 8 ta qonun buzilishi aniqlandi, 13 ta protest, 12 ta taqdimnoma, 84 ta ogohlantiruv e'lon qilindi, 3 ta jinoiy ish qo'zg'atildi. Jami 140 ta prokuror nazorat hujjati qo'llanildi. Bundan tashqari voyaga yetmaganlar haqidagi qonunchilik ijrosi ustidan nazorat yo'nalishida 6 ta tekshirish o'tkazildi, 111 ta qonun buzilishi aniqlandi, 7 ta taqdimnoma, 2 ta ogohlantiruv e'lon qilindi, 1 ta fuqarolik sudiga da'vo arizalari kiritildi, 1 ta jinoiy ish qo'zg'atildi, jami 18 ta prokuror nazorat hujjati qo'llanildi. Shuningdek, jinoyatchilikka qarshi kurash faoliyati yo'nalishida 29 ta tekshirish o'tkazildi, 411 ta qonun buzilishi aniqlandi, 30 ta protest, 29 ta taqdimnoma kiritildi, 133 ta qarorlar qabul qilindi. Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etishda qonunchilik ijrosidan nazorat yo'nalishida 13 ta tekshirishlar o'tkazildi, 68 ta qonun buzilishi aniqlandi, 7 ta taqdimnoma kiritildi, 3 ta qarorlar qabul qilindi, 3 ta jinoiy ish qo'zg'atildi, jami 16 ta prokuror nazorat hujjati qo'llanildi. Qonunchilik targ'iboti yo'nalishida 90 ta og'zaki tahrirlar, 65 ta sud minbaridan, 25 ta taqdimnoma muhokamasi, 3 ta televideniyada chiqishlar va 24 ta matbuotda chiqishlar, 199 ta internet tarmog'ida chiqishlar, 90 ta ish joylaridan chiqishlar, jami 316 ta targ'ibot va tashviqot tadbirlari o'tkazilishi ta'minlandi. Shu bilan birga tuman prokuraturasi tomonidan olib borilgan tergov harakatlari davomida jami davlat va fuqarolar manfaatiga yetkazilgan 1 milliard 146 million 351 million so'mlik zararlarni qoplanishi ta'minlandi. Endi ruxsat bersanglar, asosiy yo'nalishdan biri huquqbuzarliklar profilaktikasiga qisqacha to'xtalsak va xususan 6 oyda demak umumiy jinoyatchilik o'tgan yil mos davrga nisbatan 258 tadan demak 293 taga, ya'ni 35 taga ko'paygan. Foiz hisobida 13.6% oshgan. Ular ko'rsatkichdan yuqori bo'ldi. Aniqlanadigan jinoyatlar 48 tadan 50 taga yoki 42%ga, axborot texnologiyalari yordamida sodir etilgan jinoyatlar asosiy hissasiga to'g'ri keladi. Demak, 122 tadan 168 taga yoki 37.7%ga oshdi. Demak, qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, 6 oyda qotillik, og'ir tan jarohati yetkazish, talonchilik va nomusga tegish jinoyatlari sodir etilmagan bo'lsa, o'rtacha og'ir tan jarohati yetkazish 2 tadan 4 taga 100%ga, yengil tan jarohati 2 tadan 4 taga 100%ga, firibgarlik 10 tadan 11 taga 10%ga, o'g'irlik 23 tadan 28 taga yoki 21.7%ga, bezorilik 3 tadan 4 taga yoki 33%ga, avtomashina olib qochish bittadan bittaga 100%ga oshishini kuzatildi. Yo'l transport hodisasi bilan bog'liq jinoyatlar 32 tadan 7 taga yoki 46%ga kamaygan bo'lsa-da, 4 nafar shaxslar yilda natijasida vafot etgan. Endi ruxsat bersanglar, bo'lgan holatlar bo'yicha tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i to'liq axborotlarni bergan, shuning
Dolayı kendisinin xulosasini eshitsa bo'ldi. Marhamat. Dolayı kendisi munosabat uchun so'z xalq deputatlar tuman kengashining terrorga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi a'zosi Ma'mur Abduzarov. Marhamat. Xulosani o'qib bersangiz. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Xalq deputatlari Toshkent tuman kengashining korrupsiyaga qarshi kurash va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyaning majlisida Toshkent tuman prokurorining Toshkent tumanda huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurash borasida amalga oshirilgan ishlar asosida ishga tushirilgan. Hurmatli deputatlar, mana xulosalarni eshitib o'tdinglar. Kimlarda savollar bo'lgan bo'lsa marhamat. Savollar bo'lsa, qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Agar ma'qul bo'lsa, tasdiqlash bo'yicha ovoz berishlaringizni so'rayman. Rozilar? Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Qaror qabul qilindi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kun tartibida ikkinchi masala Toshkent tumani byudjetining qo'shimcha manbalari hisobidan mablag'larni yo'naltirish to'g'risidagi masalani ko'rishib o'tamiz. Ushbu masala yuzasidan qaror loyihasi Xalq deputatlar tuman kengashining mahalliy byudjet, tadbirkorlarni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyasining 2026 yil 6-avgustda yig'ilishida Oliy Majlis Senati kengashining 2026 yil 12-martdagi 325-sonli qaror talablari asosida atroflicha muhokama qilinib, jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan. Qaror loyihasi 10 kunlik muddatda jamoatchilik muhokamasida turdi. Muhokama natijalariga ko'ra takliflar kelib tushmagan. Masala yuzasidan axborot berish uchun so'z tuman hokimining birinchi o'rinbosari, tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i Abduhamidov Yoqubbek Husniddin o'g'liga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Elmur Abdullayevich, rais etuvchi, sessiya ishtirokchilari. Kengash raisi aytgandek, muhokamaga qo'yilgan masalalar bor. Shularni yana qaytadan sizlarga yozib o'qib eshitiraman. Ya'ni 10 kunlik muddatda jamoatchilik muhokamasidan o'tgan taklif qildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining birinchi sonli qarorlarini ta'minlash maqsadida yolg'iz yashovchi keksalar, nogironligi bo'lgan va ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan fuqarolar xonadonlarida texnik qo'riqlov olish va tashvish tugmasi o'rnatish xarajatlari uchun 9,5 million so'm. Aynan shu qaror ijrosini ta'minlash maqsadida himoya orderi olgan fuqarolarni xonadonlarini qo'riq olish xarajatlari 15,5 million so'm. Aynan shu qaror doirasida kameralar xarid qilish, o'rnatish xarajatlari 88 million so'm. O'zbekiston Respublikasining 120 sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Toshkent tuman haqidagi 150 mustaqillik zafarnomasi maxsus kitobini, ya'ni kitob albomini chop etish xarajatlari uchun 120 million so'm. Tuman hokimligi ma'muriy binosida joylashgan hojatxonani ta'mirlash va zarur hojatxonani ta'mirlash uchun qurilish materiallari xarid qilish uchun 23 million so'm. Ya'ni tuman hokimligini tom qismini ta'mirlash uchun qurilish materiallari xarid qilishga 40 million so'm. Toshkent tuman hokimi o'rinbosari oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'ini rag'batlantirish xarajatlari 38 million 800 ming so'm. Toshkent tumani texnik xodim xizmat ko'rsatuvchi va texnik xodimlarni rag'batlantirish xarajatlari uchun 74,8 million so'm. Iqtisodiyot va moliya bo'limini ishlovchi xodimlarni rag'batlantirish uchun 107 million so'm. Tuman ichki ishlar bo'limi, ya'ni yo'l harakati xavfsizligi xodimlari GAIDimiz haqida aytganda ikkita bizada jalb qilingan, shularni 3 oylik ish vaqtisini to'lab berish uchun 94,2 million so'm. Maktab va maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi milliy o'rta ta'lim muassasalari ijro uz elektron hujjat almashinuv tizimida foydalanish, tashkil etish va uzluksiz faoliyatni ta'minlash xarajatlari uchun 103 million so'm. Bundan tashqari
Chirchiq shahar davlat arxivi saqlovida bo'lgan Parkenttuman maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi tarkibidagi maktab va bog'chalarni hujjatlarni arxivda saqlash xarajatlari 7,5 million so'm. Bundan tashqari, ya'ni Parkent tuman hokimligida fuqarolik huquqiy ustidagi haq evaziga xizmat ko'rsatish maqsadida jalb etilgan yuriskonsult, ya'ni yuristimiz shuni yil yakuniga qadar o'sha boylik shartini to'lab berishga 92,5 million so'm. Bundan tashqari, tuman obodonlashtirish boshqarmasi hisobidagi avtomashinalarga yoqilg'i muaylash mahsulotlari xarid qilish uchun 100 million so'm. Bundan tashqari, tuman hokimligida vaziyatlar markazini tashkil etish xarajatlari uchun 1 milliard 100 ming so'm. Bundan tashqari, ya'ni infratuzilma, ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari hisobidan inklyuziv ta'lim sinflarini tashkil etiladigan maktablarni xususiy muhit talablariga asosida moslashtirish va nogironligi bo'lgan o'quvchilar uchun zarur mebel, jihoz va asbob uskunalar bilan ta'minlash xarajatlari uchun 732 million so'm. Mablag'lar bu jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan. Hurmatli deputatlar, hozirgi aytib o'tilgan masalalarni tasdiqlab berishinglarni so'rayman. Agar savollar bo'lsa. Doimiy komissiya xulosa munosabat bildirish uchun so'z Xalq deputatlari tuman kengashining mahalliy byudjet tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiya a'zosi Yoqubova Ustlora Abduhamidova. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli rais. Xalq deputatlari tuman kengashining mahalliy byudjet tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi tomonidan Parkent tumani mahalliy byudjetining qo'shimcha mablag'lardan foydalanish to'g'risidagi masala atroflicha ko'rib chiqildi. Ko'rib chiqish jarayonida Parkent tumani mahalliy byudjetining qo'shimcha mablag'laridan samarali foydalanish, moliyalashtirilgan tadbirlarning asoslanganligi va ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatini inobatga olindi. Qaror loyihasi 10 kunlik muddatda jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Muhokamalar davomida takliflar kelib tushmadi. Shu munosabat bilan doimiy komissiya mazkur loyihasini ma'qullash va kengash sessiya muhokamasiga kiritish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi. Rahmat. Marhamat, savollar bo'lsa deputatlar fikrlari savollar qismati. İkinci pozisyonu sayılatı özgürlüğünden Nasıl 15. pozisyonu yok demiş. Mağazada 1 milyar 100 milyon. Bu yılda mesela Irak şirketleri yarın vücut yarınlarını kalmış. 1 milliard 100. Yani hammaning xabari bor. Mirzo-Ulug'bek tumanida davlat rahbari borganda vaziyatlar markazi tashkil qilingan. Shu namunada har bir tuman shaharda vaziyatlar markazi tashkil etilishi belgilangan. Shunga asosan mana Iqtisodli zalning yonidagi xona, hozirgi yonimizdagi xonada vaziyatlar markazi tashkil etilgan. Buni 1 milliard 100 ga qilsak juda zo'r bo'ladi. Mana Ibrahimda 20 milliard qo'yadi. Endi ular binosi yo'q, o'sha hovlisidan bitta bino qilib, binosiga ketgan bo'lsa 3 milliard ketgan. 4 milliard ketgan. Bizning ham yonimizdagi zal munosibsa katta ekran bo'ladi. Ekran, shu ekranda kerakli tashkilotlar o'tiladi. Mahallalarni hammasidan bog'lanadi. Mahallalar har birining kabinetiga kamera qo'yiladi. Ko'chadagi kameralar ham mana xavfsiz shaharga bor, xavfsiz shahar. Bu ham ular bazalar ulanadi. Endi o'zi ko'p narsa umuman tumanni shu o'tirib kontrol qilish mumkin. Agar biz to'la qolib ketsak, biz hozir birinchi etapda qilinadigan qo'pol qilib aytganda ana o'rdan to'g'ri qilyapsizlar, o'rdan to'g'ri qilyapsizlar. Qo'pol qilib aytganda birinchi etapni qilyapsiz. Birinchi qadam. Hozir bizni qilmoqchi bo'lgan narsamiz asosiy pulni Serbiyaga.
fermerlar olmayapti.